Men oldiga o'tirib olding, onasi. Mana qo'ymaydi orqada o'tirsan. Onam qarab turibdi-da, orqaga o'tirib oladi. Onasi. Ish. Qizim, bemalol yaxshi o'tirib ketavering joylashib. Men orqada o'tirib ham ketaveraman. Onasi. Mandarin olib keldingizmi? Aytganingni olib keldim. Menga qara, 1 kilo mashinamda turibdi. O'shani yarmini olganda onamga ham bergan. Xo'pmi? Yarmida bersam umuman qolmaydi-ku, o'zim yeyman. Onam xafa bo'ladi, qizg'anchuvmisan? Oyijon, anaqa o'g'lingiz mandarin olib keladilar. Hammasini yeb qo'ydim oyijon. Nimagadir qizg'anchiq bo'lib ketyapman oxirgi paytlar. Bolani, homilador paytida hamma ayollar shunaqa bo'lib qoladi. Meni ham boshimdan shunaqa narsalar o'tgan. Qizim, homiladorlik paytida gormonlar o'zgaradi. Shunga qarab asabiy bo'lib qoladi ayollar. Shunaqa paytda men sizni tushunmasam, kim tushunadi qizim? Hali tuqqaningizdan keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. O'ylamang bunaqa narsalar. Rahmat oyijon. Qani endi hamma qaynanalar xuddi shunaqa bo'lsa, shunda ajrimlar kamroq bo'lardi.